Shuni yonyapti, yurmayapti. Buni muammosi karburatordan bo'lyapti deb yozibdi. Bo'pti, karburatorini hozir ochib ko'raman. Tutashchi aka, yomon ko'p tutun chiqyapti. Yurmayapti, уже скоростga solib yurdi, o'chib qolyapti. Qanaqa nima muammo? Hozir svichani almashtirib ko'rib, yoqib ko'ring dedi. Almashtirdim, paqqilladi. Benzin nasosiga suv qo'yib ko'ring dedi. Uni ham qilib ko'ramiz. Qizig'i to'xtashi yo'q. Xo'p, osonlikcha mashinani tashlab ketish yo'q. Nimaga? Muammo bo'lsa, muammoni qutulish emas, muammoni yechimini topish kerak ekan. Yechimi topiladi. Karburatorni ham endi ochib ko'ramiz. Ko'pchilik karburator debdi. Balki karburatordan chiqib qolar. Hozir shunaqa zamon bo'lib qolgan-ku. Arzimagan kichkina muammoga ham odamlar hamma yo'qni tashab tabek ko'ryapti o'zi. Muammodan qutulish kerak emas, yechimini topish kerak ekanda, urinib ko'rish kerak ekan. O'zi bu muammo ham mas'ul, bizga ko'pchilik siqilmen deb yozdi. Biz Allohning qadariga shunaqa ishlarga rozi bo'lib chiqqanmiz-da. Tayyormiz, o'zimizni bitta sinaymiz deb chiqqanmiz. Xo'p, Allohdan so'radim, shu o'tib keta olmadim. Shuni tezroq esimdan chiqarib ber dedim. Sekund ertasi kuni уже u yerdan qaytib, u yoqqa o'ta olmaganimiz alami esimizdan chiqib ketdi-da. Shuning uchun qadarga rozi bo'lish kerak ekan. Voy, mana chiqardik. Ama uloqishni bo'lganimda sharobini ustida 1 sekundda qilib berardi. Do'stim bo'ldi mana deb. Do'stimning qadri bilyapti. Mana do'stim, karburator xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa o'zimizga aloqaga chiqa olasizlar. 24/7 Turkiyada. Nima qilaman endi uni yechib oldim aka. Alloh. Anladım onu yechiklarni chechik. Naloq kelib qolmasa bo'ldi. Seni ochobsan deb. Boshdan olingan do'stim olib beribdi. Nasiya stoli kichkina narsa qarang aka. Turganini qarang. Men o'zim bunaqa narsalarga e'tibor bermayman-da. O'zim deb beruvdi. Ja, sharobni unchalik qanaqa qilmagan bo'lsam ham, lekin bu fikrini ustama qanaqa teskari qo'yib qo'ymayman. Shunaqa gap, ochib tozalab ko'rdik. Endi ko'ramiz nima bo'lishini.